Bugun Londonda nafaqat palov pishdi, balki madaniyat dimlandi. Qozon atrofida ingliz, hind, fransuz, o'zbek hamma bor edi. O'zbekiston bugun o'zini Temza bo'yida tanitdi. Qozon qaynadi, choy damlandi. Milliy liboslar esa go'yoki catwalkda yurgandek porladi. Bu O'zbek Culture and Food Festival emas edi. Bu mini O'zbekiston edi. O'zbeklar faqat ovqati bilan tanilar ekanda deb o'ylamang-ku. Agarda sizda shunaqa imkon bo'lsa, chet elliklarga qaysi taomni ko'rsatgan bo'lardingiz? Albatta kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Agarda siz ham o'zbekni zamonaviy ko'rinishda ko'rishni istasangiz, chet elda milliylik qanaqa porlayotganini bilmoqchi bo'lsangiz yoki shunchaki bir qoshiq osh ustida bir dunyo his qilmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling va bu videoni keyingi yil xuddi shu festivalga birga kelishni istagan yaqiningizga jo'natib qo'ying.